Kechqurun nima ovqat yeyish mumkin? Nima ovqat yesak biz semirmaymiz? Ozish jarayonida non mumkinmi? Va sizni semirtiradigan mevalar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bugungi video sizga. Odamlarni qiynab kelayotgan top savollarga javob beraman. Demak, soat nechigacha biz ovqatlanishimiz kerak? Birinchi o'rinda va kechqurun nimalar yeyishimiz kerak? Agar siz ozish jarayonini boshlagan bo'lsangiz, o'zingizga maqsad qo'ygan bo'lsangiz, kechqurun ratsioningizdan shirinliklar, oddiy ovqatlarni ham, hattoki ichiga kartoshka, sabzilar qo'shilgan sho'rvalar, suyuq ovqatlar, mastavalar, endi quyuq ovqatni-ku umuman gapirmasa ham bo'ladi. Bular ratsiondan chiqishi kerak va albatta kechqurun non yeyish ham mumkin emas. Uni o'rniga nima yeyman, men och qolib ketmaymanmi deydiganlar juda ham ko'p topiladi. Nimalar yeymiz? Albatta sabzavotli salatlar, grechkali kasha, ovsyankali kashalar, qaynatilgan tuxum yoki tuxumdan turli xildagi omletlar, pepe zapekankalar. Agar pepe zapekanka nima, sadoqat deydigan bo'lsangiz, Telegram kanalimga kiringlar. Bir emas, 3 ta pepe zapekankani video retseptlarida sizlarga berganman. Bemalol ko'rib, uyda ham o'zingizlar tayyorlab, maza qilib yesanglar bo'ladi kechki ujinda. Va eng zo'r ozishni usuli soat kechqurun 8 dan keyin ovqatlanmaslik kerak. Aynan bu nimaga bunaqa 8 deydigan bo'lsangiz, chunki inson o'zi asli soat 11 da uxlashi kerak. Soat 11 da uxlaydigan bo'lsa, nimadan uxlashidan 3 soat avval, 2 soat, 3 soat avval yeb ichishni to'xtatish kerak. Bu degani 7-8 ga to'g'ri keladi. O'shaning uchun ham iloji bo'lsa ozmoqchi bo'lsanglar, sog'lom bo'lmoqchi bo'lsanglar, ertasiga stress qilib kortizolviy живот bo'lib qorningiz mana shuncha bo'lib chiqib ketmasligini, yuzingizlar отек bo'lib chiqib ketmasligini xohlasanglar, soat 7-8 dan keyin kechqurun ovqat yemanglar va albatta ratsioningizga ko'proq mana bu mahsulotlarni qo'shishinglar kerak. Oddiy ovqatlarni ham hattoki kechqurun soat 7-8 da agar ozish jarayonida bo'lsanglar, ovqatlanmaganinglar yaxshi. Endi ozish jarayonida emas, umuman sog'lom bo'lishni xohlagan inson, tetik, bardam yurish xohlagan inson kechqurun bu mahsulotlarni kamaytirganinglar yaxshiroq. Xo'p, endi ozishda qanaqa non mumkin? Oddiy uyingizda yopadigan non mumkin, albatta, lekin dietolog sifatida aytishim kerak, uni kaloriyasi yuqori bo'ladi. Kaloriya baland, oddiy o'sha siz uyingizda yopadigan lepyoshka nonlaringizda, buxanka nonlaringizda. Lekin qora non yoki chechevitsali non yoki ovsyankali non yoki guruch unidan turli xildagi nonlar, kepakli nonlarni yeydigan bo'lsanglar, uni kaloriyasi pastroq va siz u nonlarni, hattoki aytaylik, xlebsi nonlarni ertalab sariyog'larni surgan holatda mazza qilib nonushtada ham iste'mol qilishingiz mumkin. Lekin oddiy uyingizdagi o'sha oq nonni, shirinliklarni, bulochkalarni, tarkibida gluten ko'p bo'lgan mahsulotlarni ayniqsa kechqurun umuman iste'mol qilmaymiz. Agar buni ham sizlarga tayyor retseptlari kerak bo'lsa, YouTube kanalimda ham bor. Ya'ni semirtirmaydigan nonlarni retseptlarini, kepakli nonni, ovsyankali nonlarni retseptlarini joylaganman. Faqat qisqa videolarda bor. Qisqa videolarga o'tib ko'radigan bo'lsanglar, videosini osongina bemalol topasizlar. Endi esa mevalarga keladigan bo'lsak, qaysi mevalar bizani semirtiradi? Tarkibida albatta tabiiy shakari ko'p bo'lgan mevalar. Aytaylik, olma va aytaylik banan. Keling, olma va bananni olamiz. Olmani bitta olmada 10 gram shakar bor deylik. Mana bu bitta bananda esa 25-30 gram shakar bor. Tasavvur qilasiz, bu tabiiy fruktoza, ya'ni haqiqatda buni kaloriyasi olmaga nisbatan ko'proq va bu mevani biz ayniqsa kechqurun, kechki ovqatda yeya olmaymiz. Hattoki bilasizlar, ayrim turdagi dieta usullari bor. Aytaylik, keto dieta, top trenddagi mashhur dieta. Keto dietada ham uglevodlar ratsiondan chiqariladi. Uglevodniy bomba deyiladi o'zi mevalar ham. Demak, mevalarning ham juda ko'plab turlari ratsiondan chiqarilib yuboriladi. Demak, sizni semirtiradigan, sizga o'sha tabiiy shakari bilan ortiqcha kaloriya yuklaydigan top mevalarni sanab beraman. Birinchisi bu banan. Ikkinchisi bu uzum, shaftoli, xurmo, ya'ni xurmoni, arab xurmosi ham hattoki. Arab xurmosi ham bir kunda 3 ta, 4 ta yeyiladi. Undan oshmaslik kerak. Oddiy xurmoni ham kaloriyasi juda ham yuqori hisoblanadi. Bular ratsioningizdan kamayishi kerak. Va albatta tarvuz qovunlar ham, hattoki yozda-ku tarvuz qovunlarni insonlar mazza qilib, bu ko'pchilik aytadi, sidik haydovchi, diuretik ta'siriga ega deyishadi, tarvuzlarni bosib yeyishadi. Yo'q, tarvuzning ham glikemik indeksi yuqori bo'lgan topoviy va tabiiy shakari ko'p bo'lgan mevalar tarkibiga kiradi va ular biza ayniqsa kechqurun yeydigan bo'lsak, yaxshigina vaznimizga vazn qo'shadi. Iste'mol qiling, iste'mol qilmay emas, chunki Alloh bizga hamma narsani yeyish uchun yaratgan. Faqatgina kunni birinchi qismida. Masalan, kunni ikkinchi qismida yemasligimiz kerak bo'lgan. Nimaga kunni ikkinchi qismida yemaymiz, bilasizmi? Chunki sizda o'zi hazm qilish jarayoni o'sha kechki soat 14:00 dan keyin yaxshi ishlamaydi. Shuni hisobiga ham biz soat 2 dan keyin iloji boricha bizning organizmimizga yuk bo'ladigan, hazm qilishda qiynaladigan mahsulotlarni ratsionimizdan kamaytirganimiz ma'qulroq. Xo'p, keyingi videolarni qaysi mavzuda bo'lishini xohlaysiz? Izohlarga yozing, men harakat qilaman sizdan keladigan top savollarga javob berib, chiroyli videolar chiqarishga. Ko'rishguncha.